Qurba 1-bölüm. Ko'shkin yaxshi bo'lib, uyimga eltgan. Menga bir qiz kelib do'st bo'lgancha. Men hech kim do'st bo'lmaydi shart. Men jamila bir qurba ko'shib kelib, sen do'st bo'lsan bo'ladi. Boshqa qizlar meni o'tib turishga, meni bo'lib ketaveradi. Sol qizga do'st bo'lishim kerak deb tushun. Sen bo'ladi. Bir. Ben istedim bular. Bu senin dost bulmaydı şıkkım. Bu tündüreceğim seni. Atın kim? Amira Sekşi. Ne kadar senin işkin dost bulmaydı. İşte verdiyiz. Sesim var. Şansı kapayın. Senin işkin dost bulmaydı. Kup getir. Ne yap peş getir. Ne yap peş ha? Yapmış kedi atın kimsene. Yese bulursun. Seni bulursun. Kesin atsın ha. Şatsın mı sen? İsteyeceğim bu ben dost olursun. Bizimle oturup dost olgan bilen. Ya oturup dost mu semet? Semet işkim dost besin. Senin atın kim? Amira Sekşi. Mening atım Ayar, ikimiz birga do'st bo'laylik. Ol qizlarga yo'lama. Ular o'tirib do'st bo'lib sen zatlaringni jeb alatda. So'ng ular seni o'sha do'st bo'lmay seni soatda qanday zatarlar olib ketadi. Ular kunday shitib mazaxtaydi. Men uyimni sana tanishtirib qo'yaydi, tanishtiraylik. Mana sening uyingga? Ya. Voy, ikimiz ko'rishamiz qo'y. Mana o'si mening uyim, janadan sotib olgan. Voy, o'zi sotib olding. Qancha tengaga olding? 2 million. Mana arzon ekan qo'y. Bizga o'zimiz solganmiz. O'zi masalan, ya. Lekin, masalan, ayniklaring bor. Ketdik endi mening uyimda tanishtiraylik. Mening uyim bo'ladi. Mening uyim. Mana mening uyim mana bo'lsa, bu bizning ulkan hamimiz, bu kichkina hamimiz. Men eshikni qo'yib qo'yganman qo'y. Aytishchi, bizniga bag'ana qizlar kelib, ketdi. Bizning uy o'sha yoq. Ketdik, alashtirib o'ynaylik. Annem şahane. Bu benim annem Amir Tansipoy. Beyda kedim. Beyda kedim. Onun dost babam. Bu dost babam onda. Da jattan o'yib ketdim. Ben lisesi bo'ladi ya. Şu ana jamoat keladi. Dostlar, men kishini arsini katta kedi. Voy, rahmet. Kesin. Olmaz. Kanisi. Bu zatınızı, ne zatınızı. Dostum uyan. Sen diyelim ki aparu verin. Senin basındağı kayını. O benim brilliant zaten. Seninki de brilliant satıydı koy. Енді ne isteyemiz? Ay, oy, oğan. Bu basına takıp ketip barap turup oy. Енді ne isteyemiz? Oy. Kız, akil beri basındağını şiş. Bu bizden zatımız koy. Bileyim, bu benim zatım. Ben satıp ağamım. Ket arra.
Екінші бөлімін күтсеңіздер, анаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.